Dastlabki diagnozimiz siydik yo'llar infeksiyasi asoratlarga kelib turib, o'tkir gemorragik sistit e'yorimiz Fazilxonova Dalaxon 1993-yilda tug'ilgan. Bizga hozir 2 kundan beri ikkala bel sohasidagi og'riqlar, siymoqda qonun emas siyish, bundan tashqari siygandan ichish va og'riqlar bilan murojaat qilyapti. Tekshiruv davomida birlamchi dastlabki tekshiruvimiz bütün siydik yo'llarini ultratovush yordamida tekshiruv o'tkazishimiz kerak. Bu vaziyatda biz birinchi navbatda buyraklarni ikkala buyraklardan o'zi tekshiruv qilishimiz kerak. Nima uchun? Chunki bemorda dastlabki asosiy shikoyat bel sohasidagi og'riqlardan boshlangan. Og'riqlardan. Demak, asosiy markaz buyrakda qanday o'zgarishlar, buyrakdagi tuzlar yoki buyrakda toshlar paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Ana undan keyin o'sha tosh o'zi asorat berib, bemorda siyligida qon aralashayotgan bo'lishi mumkin. Demak, biz bemorimizda hozir to'liq tekshiruvlarni o'tkazamiz. Ikkala buyraklarni ultratovush yordamida tekshirganda siydik yo'llarda to'siqlar, tosh aniqlanmayapti, kengayishlar yo'q. Demak, mochoviy puzirda, ya'ni siydik qonini o'zi qilgan vaqtda buni devorlarda o'zgarishlar bor. Bunaqa paytda biz hozir dastlabki diagnozimiz siydik yo'llari infeksiyasi asoratlarga kelib turib, o'tkir gemorragik sistit dastlabki diagnozini qo'yamiz va qo'shimcha laborator tekshirishlar bilan shuni isbotini qilishimiz kerak.